Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi chiqishimiz orqali Biznes rivojlantirish banki aksiyadorlik tijorat bankining 2025-9 oydagi faoliyati amaliy natijalari haqida ma'lumot berishni niyat qilganmiz. 2025-yilning 1-oktyabr holatiga Biznes rivojlantirish bankining umumiy kapitali 5 trillion 153 milliard 321 million so'mni tashkil etdi. Bank kapitali 857 milliard 869 million so'mga yoki 20% ga o'sgan. Bankning jami aktivlari 36 trillion 185 milliard 369 million so'mga yetdi. Jami aktivlar yil boshiga nisbatan 4 trillion 51 milliard 971 million so'mga oshdi. Bu 13% ga o'sishni anglatadi. Biznes rivojlantirish bankining daromad keltiruvchi aktivlari 30 trillion 483 milliard 783 million so'mga yetdi. Bankning daromad keltiruvchi aktivlari yil boshiga nisbatan 3 trillion 681 milliard 668 million so'mga oshdi yoki 13.7% o'sishga erishildi. Daromad keltiruvchi aktivlarning bank jami aktivlaridagi ulushi 84.2% ga yetgan. Banklararo depozitlar qoldig'i 4 trillion 337 milliard 234 million so'mga yetdi. Bu ko'rsatkich yil boshiga nisbatan 451 milliard 960 million so'mga 906 million so'mga oshdi yoki 28.1% ga o'sishga erishilgan. 2025-yilning 1-oktyabr holatiga Biznes rivojlantirish bankining kredit qo'yilmalari 23 trillion 736 milliard 892 million so'mni tashkil qildi. Bu borada o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1 trillion 210 milliard 261 million so'mga yoki 5.4% ga o'sishga erishilgan. Bankdagi depozit baza 13 trillion 720 milliard 292 million so'mni tashkil qildi. Yil boshiga nisbatan 2 trillion 995 milliard 408 million so'mga oshdi. Bu 27.5% ga o'sish demakdir. Bankimizning jami mijozlari soni 1 million 848 ming 84 tadan oshdi. Xususan, jismoniy mijozlar soni 1 million 753 ming 196 tani. Yuridik shaxs maqomidagi mijozlar soni 94.888 tani tashkil qilmoqda. Bankimizga respublika bo'yicha 614 ta mahalla biriktirilgan. 2015-yilning yanvar-avgust oylarida mazkur mahallalarda jami 188.031 nafar aholi daromadli mehnat bilan ta'minlandi. Bu boradagi reja ko'rsatkichlari 115% ga bajarildi. Shundan 72.300 nafari doimiy ishga joylashtirildi va 115.731 nafari tadbirkorlikka jalb qilindi. O'tgan davrda kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida 4952 nafar tadbirkorga 542 milliard so'mlik kredit mablag'lari ajratilgan. Xotin-qizlar tadbirkorligini yanada qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida Hamroh platformasi orqali 797 nafar ayol tadbirkorga 102 milliard 700 million so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. Bank tomonidan 5762 nafar fuqaroga 1 trillion 569 milliard so'mlik ipoteka kreditlari ajratib berildi. Shu jumladan 2416 nafar fuqarolarga 719 milliard 900 million so'mlik ipoteka kreditlari subsidiya to'lovlari asosida ajratildi. Qayd etish kerakki, bank tomonidan o'tgan yilning mos davriga nisbatan 277% ga yoki 1 trillion so'mga ko'p ipoteka kreditlari ajratilgan. Umuman olganda, Biznes rivojlantirish banki tomonidan 2025-yilning o'tgan davrida 7 trillion 196 milliard so'mlik kredit ajratildi. Biznes rivojlantirish banki kelgusida ham zamonaviy xizmatlarni ko'rsatish, kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali xalqimiz va mijozlar ishonchini oqlashga intiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.